shu investorlarga tadbir davomida konferensiyada bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa tadbirlar bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olishingiz kerak. Investorlar vaqti siz bilan gaplashishga ko'p bo'lmaydi. Chunki agar u investor mashhurroq bo'lsa, unga boruvchi tadbirkorlar juda ko'p bo'ladi yoki bo'lmasam u bilan gaplashishni xohlagan odamlar ko'p bo'ladi va ularning vaqti juda kam bo'ladi. Shuning uchun qisqa vaqt ichida gaplashayotganingizda siz keyingi uchrashuv haqida gaplashib olishingiz kerak. Agar sizni birinchidan qiziqtirishingiz kerak, qiziqtirmasangiz sizni keyingi uchrashuv haqida gaplashmaydi hech kim. Ikkinchidan sizni shu tayyorgarligingiz yetarli darajada bo'lishi kerak. Ya'ni investorga o'zi borayotganda, birinchi startap boshlab g'oya kelganda darrov yugurib borolmaydi investorga. Ko'pchilik o'ylaydi, g'oya keldi, endi men pul topishim kerak buni qilish uchun. Yo'q, pulga borishdan oldin juda ko'p qilinadigan ishlar bor. Undan tashqari, agar masalan investorga borishdan oldin siz o'zingizni pulingizni ishlatishingiz kerak. Agar o'zingiz pulingiz bo'lmasa, yaqinlaringizdan olish kerak. O'zi investorga borishdan oldin investor bo'lishi mumkin bo'lgan siz yaqin odamlaringiz bor. Bular 3ta F deyiladi, FFF yoki 3ta F. Bular kimlar? Bular sizni yaqin odamlaringiz, ota-onangiz bo'lishi mumkin, ukalaringiz yoki akangiz bo'lishi mumkin, puli bor, yoki amakingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni family, oila a'zolaringizdan birinchi pul olganingiz oson, chunki investorlar sizga tanimasa, ayniqsa biznesni endi boshlayotgan bo'lsangiz, hali biznesga foydaga kirmagan bo'lsa, pul berishmaydi. Ko'p investorlar qiziqishi mumkin bo'lgan joyi bu siz biror bir biznes boshlab, biznes foyda keltiryapti va uni o'stirishga pul so'rasangiz, shunda qiziqishadi. Hali g'oya etapida pul bermaydi, chunki ko'p investorlar tajribasi bo'lsa, ayniqsa biladiki, 95% startaplar birinchi yilda o'zida yopilib ketadi. Shuning uchun g'oya hali hech narsa qilmagan bo'lsangiz, shunda ko'radi, 99% shu bolada o'xshamaydi deydi. 1% o'xshaydi deydi. Vaqtimni ketishimga yoki pulimni sarflashimga, asabimni ketkazishimga arziydimi degan savol beradi. Shuning uchun agar siz aytsangizki, men shuncha ish qildik, mana shunaqa produktimiz tayyor yoki bo'lmasa mana shuni ishga tushirdik, boshlang'ich mijozlar bor, bizga shu o'stirishga yordam kerak desangiz, unda investor va maslahatingiz bizga o'sishga yordam kerak, investitsiya va maslahat kerak desangiz, investor faqat pul uchun unga qaramayotganingizni, balki undan yordam ham maslahat olmoqchiligingizni bilsa, qiziqishi mumkin. Shu haqda vaqtingiz bo'lsa gaplashsak bo'ladimi? Sizga prezentatsiyani, pitch deck yoki eng zo'r termin, pitch deck yoki prezentatsiyani qayerga yuborsam sizga qulay bo'ladi deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni siz vaqtingiz chegaralangan va qanaqa qilib sizga shuni yuborsam bo'ladi, bir ko'rib chiqing desangiz, u aytadi, menga mana shu nomerga, Telegramga yuboring deydi, yoki bo'lmasam emailga yuboring deydi, o'ziga qulay yo'llatadi va siz unga xat yozayotganda yoki bo'lmasa xabar yozayotganda biz mana shunaqada uchrashgan edik, e'tibor uchun rahmat va mana shuni yuboraman deb pitch deckga yuborasiz. Ya'ni pitch deckga qanaqa qilish to'g'risida yana gaplashamiz. Demak, sizda keyingi shu yozayotgan xabaringiz sovuq xabar bo'lmaydi, balki iliq xabar bo'ladi. Nima degani bu? Sovuq degani birinchi marta yozayotganingiz yoki birinchi marta kim bilan gaplashayotganingizda cold contact deydi, ya'ni sovuq kontakt deydi. Hali u bilan gaplashmagansiz, u sizni tanimaydi. Shuning uchun uni sovuq kontakt deydi va sovuq kontaktda ko'pchilik masalan, yo'q, sen tanimayman, e'tibor ham bermasligi mumkin. U bilan kim bilandir, ya'ni oldin uchrashgan yoki ko'rishgan yoki bo'lmasam qayerdadir gaplashgan bo'lsangiz, unda keyin yozayotganingiz bu iliq kontakt bo'ladi. Iliq kontaktda odamlar bu odam taniyman, bu odam ko'rganman, bu odam bilan birga o'tirib masalan birga qanaqadir ketgan edi, yurgan edi deb masalan eslab yaxshiroq qaraydi. Shuning uchun sizni birinchi qiladigan ishingiz bu hozir startup haqida gapirish emas, unga qisqa bir anaqa elevator pitch etgandan keyin qanaqa ko'rinishda sizga yuborsam bo'ladi shu qilgan ishlarimizni deb metod, ya'ni keyingi gaplashishga yoki bo'lmasam keyingi uchrashuvga o'zingizga imkon ochish. Va shu 3ta F haqida aytdim. Birinchisi family bo'lsa, o'z investorga borishdan oldin, keyingisi bu friends, ya'ni do'stlar. Siz masalan begona odamdan pul olishdan ko'ra do'stlaringizdan pul olishingiz oson, chunki agar sizga qanaqadir do'stlaringiz orasida hurmatingiz bo'lsa, ular sizga qanaqadir boshlang'ich pulni berishi mumkin. Masalan,
ixtiyoriy million dollarlik biznes ham, milliard dollarlik biznes ham kichkina xarajatlardan boshlanadi. Va bu kichkina xarajatlar masalan $500 bo'lishi mumkin, $1000 boshida bo'lishi mumkin. Buni shu atrofingizdagi do'stlaringiz masalan sizga ishonsa berishi mumkin. Qarz sifatida yoki bo'lmasam investitsiya sifatida olishingiz mumkin. Ya'ni begona odamni ishontirishdan ko'ra do'stlaringizni ishontirishingiz oson. Endi oilangizda, atrofingizda pul yo'q, qarindoshlaringizni topa olmadingiz, do'stlaringizda ham yo'q. 3-F bu fools. Fools degani, fool degani ingliz tilida bu ahmoq degani. Ahmoqlar. Chunki begona odamga risk qilib pul beruvchi odam boshlang'ich etapda, ayniqsa bu ahmoq. Endi risk, juda katta risk qiladi. Shuning uchun shu angel investorlar ham agar juda boshlang'ich etapda pul tikayotgan bo'lsa, ular ham mana shu foolsga kiradi. Ya'ni shu 3F, ya'ni eng zo'ri boshlayotganingizda iloji boricha investorga borishni kechiktiring. Ya'ni hali hech narsa qilmasdan turib investor oldiga yugurib bormang. Endi investorga masalan uchrashishga imkoningiz yo'q, lekin bitta odamni bilasiz, sizga potensial investor bo'lishi mumkin. U sizga biznesingizga yaqin boshqa bizneslarga pul tikkan, investitsiya qilgan. Investorga masalan boshqa yo'li murojaat qilishi bu sotsial tarmoqlar orqali qanday murojaat qilish mumkin? Demak, sotsial tarmoqlar deganda biz LinkedInni tushunamiz, biz Facebookni, Instagramni tushunamiz, Twitterni tushunamiz. Siz shu odamni profilini topishingiz kerak. Va shuni tushunishingiz kerakki, agar u odam investor yoki bo'lmasam mashhur tadbirkor bo'lsa, unga xabar yozuvchilar yordam so'rab juda ko'p. Men hozir bu yerda aytib o'taman va ekranda ko'rishingiz mumkin, qanday xabarlar yozishingiz kerak emas. Masalan, menga juda ko'p yozishadi, assalomu alaykum deyishadi. Bo'ldi. Men ichimda aytaman, va alaykum assalom deyman, delete qilaman, xabar o'chirib tashlayman. Endi hamma salom berganga ali yozsiz, keyin yozadi. U vaqtingiz yo'q kutgani. Yoki bo'lmasam, yana yozadigan turi boshqa aniqlan. Assalomu alaykum, menda qiziq g'oya bor. Qachon uchrashsak bo'ladi? Kechirasan, vaqtim yo'q, samlan uchrashga. Va alaykum assalom, xayr. Yana delete yo blok masalan. Yoki mana bir xil yozadi. Assalomu alaykum, menda zo'r g'oya bor. Sizga qiziqmi deydi. Men qattan bilaman, qiziqmi. Mana bitta imkoniyat berildi, masalan, eye contact bo'ldi. Mana ixtiyoriy odam masalan ochib qaraydi. Qaraganda bitta qaraydi, qaraganda sizdan masalan ma'noli xabar olmasa, bu degani u o'chirib tashlaydi. Ko'pchilik o'chirib tashlaydi. Shuning uchun bitta xabar yozganingizda o'tirib, o'ylab, tayyorlanib yozishingiz kerak. Masalan, yozganingizda assalomu alaykum, men mana shunaqa biznesda tadbirkorman, mana shunaqa tajribam bor. Mana shu startapni boshladim sheriklarim bilan masalan va biz mana shu etaplarni qildik. Hozirgi kunda shunaqangi muvaffaqiyatlarga erishdik. Sizdan masalan bir sizga o'zimizning qilgan ishlarni prezentatsiyasini masalan yubormoqchiman. Qayerga yuborsam qulay bo'ladi deb masalan yozsangiz bo'ladi. Bu sizga imkon beradi keyingi ya'ni gaplashishga, qanaqadir javob olishga. Darrov masalan bizga pul kerak, sponsor bo'la olasizmi, investor bo'la olasizmi deb yozish kerak emas. Va yozayotganda juda e'tibor berishingiz kerak, orfografik va grammatik xatolar qilmaslik kerak. Masalan, yozishadi jargon bilan. Okay, tushunyapsizmi? To'g'ri bilan yozishadi masalan. Yoki bo'lmasam shni w bilan. Bunaqa jargonda yozsangiz, xatolarni ko'rsa, anaqa bir nima deydi, savodsiz odam ekan deydi, yana o'chirib tashlaydi. Keyin yana juda e'tibor berishingiz kerak. Masalan, bu odam kim ekan o'zi desa, masalan, Instagramda yozsangiz, Facebookda yozsangiz, xabaringiz qiziqtirganda ham kirib qaraydi. Profilingizda nima yozilgan? Profilingizda qanaqa rasm turibdi? Qanaqadir bir ma'noli rasm turibdimi? Masalan, profilingizga iloji boricha o'zingizni professional tushgan yuzingiz rasmini qo'yib qo'ying. Qanaqadir bir vinyetkada tushgan rasmingizni qo'yib qo'ymang yoki bo'lmasam farzandingizni chaqaloqni pampersda o'tirgan rasmini qo'yib qo'ymang yoki bo'lmasam mashinangizni orzu qilgan mashinangizni masalan McLarenni yoki bo'lmasam Ferrari'ni rasmini qo'yib qo'ymang. Bu bir nima degan masalan Ferrari'ni rasmi turishi. Ha deydi, bu hozir pul olib orzusi hozir Ferrari oladi bo'ldi yoki bo'lmasam chiroyli mashina oladi.
va bo'ldi bu biznesga qiziqayotgan odam emas deydi masalanda. Ya'ni Ferrari'ni yoki bo'lmasam qanaqadir Lassetti'ni rasmi nima bildiradi. Lassetti'ni rasmini qo'yib qo'ysangiz, bu hozir $15,000 ishlagandan keyin Lassetti oladi, bo'ldi, biznesni esdan chiqaradi, ketadi. Shunaqa deb tushunadi investor. Shuning uchun iloji boricha o'zingizni bir profilda yaxshi rasmingiz turgani yaxshi. Galstuklar bilan bo'lishi kerak emas bu rasm, agar siz biznes to'g'risida gaplashayotgan bo'lsangiz. Endi sotsial tarmoqda kirgandan keyin yana rasmlaringizni qarang. Nima rasmlar, nima postlar qo'yapti? Masalan, har xil diniy mavzularda postlar ko'p qo'yish ham tavsiya qilinmaydi. Chunki siz bu biznes sotsial tarmoqda, masalan, siz biznes haqida gaplashyapsizmi? Sizni sahifangiz ko'proq biznes to'g'risida bo'lishi kerak. Agar siz o'zingizni postlaringiz bo'lsa, bu yaxshi. Agar o'zingizni postingiz bo'lmay, faqat share qilayotgan bo'lsangiz, qanaqa materialni, demak, siz o'zingiz biror narsa yozishga qo'rqasiz degani. Masalan, signalda men o'zim qanaqa qilaman. Agar o'sha yozayotgan odam, masalan, sotsial tarmoqda qo'yayotgan rasmlari yoki bo'lmasam bir postlarida o'zi kontent yozmagan bo'lsa yoki bo'lmasam yozishni bilmasa yoki bo'lmasam bir shu rasmlari faqat dindan iborat bo'lsa, bu odam biznes odammi yoki bo'lmasam biznesga aloqa emasmi degan bir savol paydo bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz profilingiz ustida ham bir ishlashingiz kerak. Va u yerda masalan aytaylik, agar Instagramda yozayotgan bo'lsangiz, bio degan narsa bor, bio. U yerda ham masalan o'zingiz nima bilan shug'ullanayotganingiz haqida qisqa to'g'ri yozishingiz kerak. Va yana bitta narsa bo'lishi kerak. Siz xabar yozdingizmi? Masalan, band odam sizga masalan bir kunda yoki yarim soatda yoki bo'lmasam 2 kunda ham javob bermasligi mumkin. Bir hafta kutish kerak. Kamida. Yozib, "Okey, ne javob bermayapsiz? Nima bo'ldi?" deb yana ustidan 3-4 ta xabar yozish shart emas. Shuna xabar yozsangiz yana blok qiladi. Sotsial tarmoqlarning zo'r tarafi sizga masalan ko'rsatmasdan u odam sizni blok qilib qo'yadi, bo'ldi, keyin umuman xabar ham yoza olmaysiz. Shuning uchun yozganda bitta xabaringiz qiziqtiruvchi va e'tiborni jalb qiluvchi xabar bo'lishi kerak. Va u odamni yozishga yoki bo'lmasam siz bilan tanishishga undash kerak. Bu sotsial tarmoqlarda qanaqa qilib murojaat qilish haqida edi. Endi eng yaxshisi, agar masalan sotsial tarmoqda ham murojaat qilayotgan bo'lsangiz, qarang, uni atrofida o'rtoqlarida kimlar bor, siz tanigan odamlar. Va u odamlarga murojaat qilib, masalan, so'rasangiz bo'ladi. Shu odam bilan meni tanishtira olasizmi deb. Shu odam bilan meni sizni nomingizdan chiqsam bo'ladimi deb so'rasangiz bo'ladi. Va u o'sha siz yozayotgan odamni do'sti yoki bo'lmasam tanishi orqali siz unga chiqsangiz, u odamning sizga javob berishi va sizni iliqroq qabul qilish ehtimoli ancha baland bo'ladi. Buni ham e'tiborga olasizlar degan umiddaman.